Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi hamda Samarqand viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi hamkorligida kichik qadamlar, katta o'zgarishlar bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish mavzusida amaliy trening tashkil etildi. Ushbu trening maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining bolalarda ekologik tafakkur, tabiatga mehr-muhabbat va atrof muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirishga oid amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, shuningdek hududlarda kaskad usulida treninglar tashkil etish uchun trenerlar salohiyatini oshirishga qaratildi. Tadbirda viloyatdagi tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotlariga biriktirilgan tarbiyachilar ishtirok etdi. Shuningdek, ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi mutaxassislari tomonidan bolalarda ekologik savodxonlikni erta yoshdan shakllantirish hamda atrof muhitga mas'uliyatli munosabatni rivojlantirish masalalari yuzasidan tavsiyalar berildi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari ishtirokida ekologik tarbiyaga oid amaliy mashg'ulotlar tashkil etilib, ilg'or pedagogik yondashuvlar namoyish qilindi. Tadbirning amaliy qismida ishtirokchilar guruhlarga bo'linib, bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirishga qaratilgan innovatsion metodlar asosida mashg'ulotlar o'tkazdilar va o'zaro tajriba almashdilar. Maktabgacha yoshdan boshlab o'sha bolajonlarda ekologik tarbiyani singdirib borishimiz kerak. Bunday yoshda bolajonlarda o'sha mas'uliyat hissi rivojlanib boradi. Shu bilan birgalikda o'sha mas'uliyat hissi, o'sha vatanparvarlik, o'sha ekologiyani asrab-avaylash, suvdan qanday foydalanish kerakligi, o'sha chiqindilarni ko'chada ko'rganimizda ularni yig'ib olishimiz kerakligi haqida ularda o'sha mas'uliyat hissi uyg'onib boradi. Mazkur tadbir maktabgacha ta'lim tizimida ekologik ta'lim samaradorligini oshirish, pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish hamda yosh avlodda tabiatga mas'uliyatli munosabatni qaror toptirishga xizmat qildi.